Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydim. Uyimiz high-tech stilida qurilgan. Sizlarni uy bilan tanishtirishdan oldin hovli qismi va ko'cha qismlari bilan tanishtirmoqchiman. Qani yuringlar. Hozirda uyimizni ko'cha qismida joylashib turibman. Ko'cha qismida fasadimizga keladigan bo'lsak, fasadimiz 15 metrdan iborat. Ko'rib turganingizdek, devorlarimizda keramogranit kafellari chiroyli qilib high-tech uslubida terilgan va podsvetkalagan, baho berib bersizlar, chiroyli qilib podsvetkalar ham berilgan. Uyimizning manziliga keladigan bo'lsam, uyimiz Yangi O'zbekiston bog'i va Do'rmon o'rtasida Haydarobod degan joyda joylashgan. Ko'plab bu mahallani biladi, taniqli yangi mahallalardan. Ko'chamiz ham keng, asfaltlangan va yana bitta mo'ljal berib ketaman. Bu yerda Oqibat City degan kompleksimiz ham bor. Sizlarni endi uyni hovli qismiga taklif qilaman. Kelinglar. Bu hovli qismiga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Va fasad qismini ko'rib turganingizdek, fasadlarimiz ham juda chiroyli chiqqan. Fasadlarimizga keramogranitlar chiroyli stilda qo'yilgan, high-tech uslubida va oyna qismlariga ham e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Panoramli oynalar uyni chiroyli qilib ochib beradi va bu panoramli oynalari ham qalindan qo'yilgan. Yoz-qish kunlarida issiq-sovuqqa bardoshligi juda ham yaxshi qo'yilgan. Va bu uy sifati bo'yicha keladigan bo'lsak, juda ham sifatli mahsulotlar ishlatilgan. Bu yerga keladigan bo'lsak, bizda bu yerda zeleniy zonamiz joylashgan. Bu yerda keyinchaliklar yana gazon qo'shib ekib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma pavloniya va ko'rib turganingizdek har xil archalarning turlari ham bor. Va sizlarni yozgi oshxonaga taklif qilaman. Bizda bu yerda yozgi oshxonamizda chiroyli qilib tepalardan chiroyli podsvetka chiroyli tushirilgan. O'tirishga joy ham bor va bu yerda bizda gaz plita, o'choq qozonimiz ham bor va bu yerda posudalarni yuvishga ham sharoitlar qilingan. Va bundan tashqari siz ko'rib turganingizdek, aytib o'tgandek, panoramli oyna, bu oynani ichkaridan ochilsa, u oshxona qismiga kiriladi va bemalol bu yerdan ovqat tayyorlab turib ham ichkariga keyinchalik olib kirib keta olasizlar. Va bu yerda bizda bitta mashina uchun joy qoldirilgan. Bitta mashina bemalol sig'adi. Bu yerda bizda razdvojnoy darvozalar qo'yilgan, avtomatik darvozalar. Bu yerda esa bizda elektromobillar uchun zaryadlash stansiyasi o'sha o'rnatilgan. Va sizlarni uy etagida bizda kichkina pristroykamiz bor. Bu yerda bizda yozgi sanuzel bilan kotelniyimiz joylashgan. Kotelniyni tashqarida o'rnatilgan afzalligi shundaki, plusi bor, minusi yo'q. Bezopasnost bo'yicha ertaga indinga is gazi chiqadimi yoki nimadir bo'ladigan bo'lsa, uyga ta'sir qilmaydi. Va sizlarni eng qiziqarli joy uyni ichiga taklif qilaman. Uyni ichini remonti men uchun juda ham yoqdi. Qani kelinglar. Uyimizni qurilish qismidaman. Sizlarni uyga kirishingiz bilan shunaqa chiroyli dekorativniy shtorkalar NDF dan kutib oladi. Ko'rib turganingizdek chiroyli stilda qilingan va bu yerda bemalol oyoq kiyimlaringizni yechib, kiyimlaringizni yechishga ham shkaflar qoldirilgan. Va bu yerda bizda dam olish joyi qilingan, shunaqa chiroyli resheniya qilingan. Bu yerda ko'rib turganingizdek divanlar qo'yilgan, chiroyli qilib bu yerda esa televizorlarni mazza qilib ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek bizda bu yerda kattakon panoramli resheniyalar qilingan. Patologimiz juda ham baland va chiroyli ko'rinib turibdi. Va bu yerda bizda shpanirованный shponlar kutadi. Shponlar qilingan, juda ham chiroyli, stilniy qilingan. Ikki tarafdan podsvetkalar berilgan. Shponlar eshik bilan bir xil rangda, chiroyli dik bilan qilingan. Va sizlarni dam olish xonasini keyingi qismiga taklif qilaman. Bu yerda ham bizda bir holimiz bor. Holimiz zal qismiga ulangan. Holimizda ko'rib turganingizdek, bu yerdan bemalol mehmonlarni kutib olib o'tirishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sifatli bu yerda mebellar ishlatilgan va bu yerda ham televizorlarimiz bor. Uyimiz mebel texnikalari bilan birga sotilmoqda. Va sizlarni zal qismiga taklif qilamiz. Zal qismimiz ham juda ham chiroyli dik bilan qilingan. Ortiqcha narsani o'zi yo'q. Bu yerda arxitektor va dizaynerlar bilan maslahatlashgan holda hammasi qilingan. Va bu yerda ham shpon qismidan chiroyli dekorativniy ishlatilgan va o'rta qismiga esa keramogranitlar podsvetkalari bilan chiroyli qilib qoldirilgan. Zal qismimizga shunaqa chiroyli dumaloq lustra ham ko'rishingiz mumkin. Baho berib ketasiz. Sizlarni yana bir qiziq xonaga taklif qilaman. Bizda bu yerda oshxonamiz joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli. Oshxonamizda ham hamma narsalar jihozlari bilan qo'yilgan. O'sha bu yerda ko'rib turganingizdek ham kofe mashinkalar ham bor. Mikrovolnovka, plita deysizmi, hammasi bor va o'rta qismimizda bu yerda bizda stol qismi joylashgan. Posudalar hammasi
uyga kirib yashash holatida уже sotilyapti. Ko'rib turganingizdek chiroyli dizaynerskiy lineyniy chiroqlar ham ishlatilgan. Shkop qismimizga keladigan bo'lsak, bu yerda ham hammasi yangi stilda, dizayn stillarida qilingan. Vытяжка deysizmi, посудомоечный mashina deysizmi, hammasi bor. Va yangi hozir Yevropadan keldi bu narsalar. Bu yerda misol uchun qozonni to'ldirib, bemalol suv bilan to'ldirib, rakovinaga ko'tarib yurmaysiz. Shuni o'zida to'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham zo'r решение qilingan deb o'ylayman. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham bemalol televizorlar qoldirilgan. Kattakon холодильнигimiz bor bu yerda va sizlarni keyingi xonaga taklif qilaman. Sizlarni oshxonadan chiqishingizda shunaqa chiroyli zinalar kutib olinadi. Zinalarimizda o'zini LED qismi bor. Yursangiz sekin chiroqlari yoqilib ketadi. Birinchi qavatimizdagi yotoqxonaga sizlarni taklif qilaman. Birinchi xonadagi yotoqxonamiz ham tayyor mebellari bilan turibdi. Jihozlangan, shkoflari va kalovatlari ham bor. Dizayn bilan chiroyli qilingan. Va bu yerda bizda o'zimizning televizorlarimiz ham bor. Va orqa hovlimizda esa bu yerga orqa hovliga o'tishingiz mumkin. Orqa hovli qismimizda bu yerda bizda kichkina sharshara qilingan. Orqa hovlidan zal qismiga ham o'tib ketsa bo'ladi. Va uyimizning sanuzel qismiga, birinchi qavatdagi sanuzelga baho berishingizni so'rayman. Bu yerda juda ham chiroyli keramogranit stoleshnitsiyalar ishlatilgan. Bizda bu yerda dush, ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli qilingan. Uyimizning sifat materiallariga 5 baho bergan bo'lardim. Juda ham chiroyli qilingan va zina qismimizdan ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ko'rib turganingizdek chiroqlari o'zi yoqilib juda ham chiroyli. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek dekorativniy panellar, keramogranitlar bilan juda ham chiroyli ishlatilgan. Uyimizda ikkinchi qavatda turibman va sizlarni birinchi xona, rabochiy kabinet bilan tanishtiraman. Bu yerda ham hammasi jihozlangan, ko'rib turganingizdek hammasi chiroyli bilan qilingan. Va bizda bu xonada elektriskiy kaminimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatdagi birinchi sanuzelni taklif qilaman. Sanuzellar juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rganingizdek chiroyli keramogranitlar ishlatilgan. Bizda bu yerda vannoy dushlar va stoleshnitsiyalar juda ham chiroyli qo'yilgan va birinchi spalnimiz ikkinchi qavatdagi. O'zingiz baho berasiz. Juda ham chiroyli va dit bilan qilingan. Aytib o'tganimdek, hamma jihozlar, mebellar hammasi bor. Va sizlarni ikkinchi qavatdagi master bedroomga taklif qilamiz. Главный spalni degani asosiy spalnimiz. Bu yerda ham hammasi o'sha jihozlangan, dit bilan chiroyli qo'yilgan. Kalovat tepalarida podsvetkalar, dekorativniy ishlar, dizaynlar bilan ishlatilgan. Bu yerda bizda televizor jihozlari hammasi bor va bu yerda esa bizda panoramli eshikdan balkon qismiga bemalol chiqishingiz mumkin. Balkonimiz ham kattagina, keng. Bu yerdan kelgan mehmonlarni bemalol uyga kelgan mehmonlarni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli qoldirilgan va sizlarni xonamiz bilan yana tanishtirib o'taman. Xonamizda garderob qismi ham bor, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma kiyimlar sig'adi, chiroyli qilib dizayn bilan qilingan. Va buni yonida esa sizda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz ikki qismga bo'lingan. Birinchi qismida bemalol qo'llarni yuvib, anular qilishingiz mumkin va ikkinchi qismida esa bizda bu yerda vanna joylashgan. Vannadan tashqari esa bu yerda dush ham qilingan. Va keramogranitlarga bitta baho berishingizni so'raymiz. Juda chiroyli, stilli keramogranitlar ishlatilgan, dit bilan qilingan. Va bu qismida uyimizni master bedroomidan chiqib keyingi xonaga taklif qilaman. Bu xonamiz yosh bolalar uchun qilingan xona. Keyinchalik bu yerga bemalol mebellarni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qoldirilgan xona. Va hol qismimizda ko'rib turganingizdek shponlar chiroyli ham ishlatilgan va bu yerda bizda dekorativniy oysimonimiz turibdi va chiroyli podsvetkalar berib, juda chiroyli turibdi. Va bu yerda esa bizda birinchi qavatdan kelgan mehmonlarni yoki nimadirlar bo'lsa, bemalol shu yerdan kuzatishingiz mumkin. Juda chiroyli qoldirilgan va mana bu balandlik ham birinchi qavat va ikkinchi qavatning qoldirilgan, yopilmaganligi juda ham chiroyli ko'rinib turibdi.
o'zingiz baho berib o'tasiz. Aminmanki, high-tech uslubida qurilgan uyimiz sizga yoqdi. Uyimizni to'liq ma'lumotni olmoqchi bo'lsangiz, pastda qoldirilgan egalarining nomeriga bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishingiz mumkin. Ha aytgancha, uyimiz mebel jihozlari bilan, texnikalari bilan birga 550 mingga sotilmoqda.